Endilikda yuridik shaxs va yakka tadbirkor tadbirkorlar soliq qarzdorliklarini uning debitoridan undirishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 121-moddasiga muvofiq yuridik shaxslar va yakka tadbirkor tadbirkorlarning soliq qarzdorliklari vujudga kelgan taqdirda ushbu qarzdorliklarni ularning debitorlaridan undirish tartibi belgilab berilgan. Unga muvofiq yuridik shaxs va yakka tadbirkor tadbirkorlarda soliq qarzdorliklari vujudga kelgan taqdirda ushbu qarzdorliklarni debitordan undirish masalasi bo'yicha soliq organlariga murojaat qiladi va ushbu debitor qarzdorliklarining vujudga kelganligini tasdiqlovchi dalillarni taqdim qiladi. Bundan tashqari, o'zaro yoki bir tomonlama tasdiqlangan hisob-kitoblarning solishtirma dalolatnomasi ham taqdim qilinadi. Ushbu hujjatlar soliq organiga kelib tushgan kundan boshlab 3 kun ichida soliq organi ushbu hujjatlarning nusxalarini uning, ya'ni debitorga yuboradi. Debitor ushbu hujjatlarni qabul qilib olgan kundan boshlab 10 kunlik muddat ichida unga munosabat bildirishi lozim bo'ladi. Agar ushbu 10 kunlik muddat ichida debitor tomonidan ushbu qarzdorlik to'g'risida munosabat bildirilmagan taqdirda qarzdorlik tan olingan hisoblanadi va ushbu qarzdorliklarni undirish masalasi yuzasidan soliq organi tomonidan uning bank hisob raqamiga inkassi topshiriqnomasi yuboriladi. Agarda debitor tomonidan ushbu qarzdorliklar mavjud emasligi yoki e'tirozlar mavjud bo'lgan taqdirda uni asoslovchi hujjatlarni ilova qilgan holatda yuborishi lozim bo'ladi va ushbu hujjatlar tomonidan qarzdorlik kamaytirilgan yoki umuman bekor bo'ladigan bo'lsa, faqatgina debitor qarzdorliklari doirasidagina soliq organi tomonidan debitorning bank hisob raqamlariga inkassi topshiriqnomasi yuboriladi. Bundan tashqari, soliq organi tomonidan ham mustaqil ravishda soliq to'lovchining debitor qarzdorliklari aniqlangan bo'lsa, soliq to'lovchilar qarzdorliklari vujudga keladigan bo'lsa, ushbu qarzdorliklarni undirish uchun soliq organi tomonidan 3 kun ichida shu holat aniqlangandan keyin uning debitorlariga dalillar yuboriladi va 10 kun muddat ichida debitorlar tomonidan munosabat bildirilishi lozim bo'ladi. Ya'ni tan olinadi yoki asoslangan holatda rad qilinishi mumkin bo'ladi. Soliq qarzdorliklarini soliq to'lovchining debitorlaridan undirish rad etilish holatlari ham mavjud. Bular, aytaylik, soliq organi, ya'ni debitor tomonidan asoslangan holatda qarzdorlik rad etiladigan bo'lsa, undan tashqari davom muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki debitor jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi soliq to'lovchisi hisoblanmagan taqdirlarda soliq qarzdorlikni debitordan undirish mumkin bo'lmaydi. Bundan tashqari, agarda ushbu aynan qarzdorlik, ya'ni debitor qarzdorlik yuzasidan sudda ish yurituvda mavjud bo'ladigan bo'lsa, sudning qarori chiqarilgan bo'lsa, majburiy ijro byurosi tomonidan ijro ishi qo'zg'atilgan, ijro harakatlari to'xtatib turilgan yoki shunga o'xshash harakatlar amalga oshirilgan bo'lsa ham ushbu qarzdorliklarni debitorning hisobidan undirish mumkin bo'lmaydi. Bundan tashqari, agarda debitor tugatilgan bo'lsa va davlat reyestriga bu to'g'risida ma'lumotlar kiritilgan bo'lsa yoki debitorga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ish ko'rilayotgan holatlarda ham soliq qarzdorliklarini debitor hisobidan undirish mumkin bo'lmaydi. Agarda sizga ham xuddi shu va shunga o'xshash yuridik muammolar masalasi bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.